Mana yana oldiga o'tib asta videoni olishni boshladik. Hozir yana hammadan orqada qolib, mana undan keyin yana gazni bosib, oxiridan oldiga o'tib borib, yana kamera o'rnatasan. Shuda endi videochilik qilsa, gruppa uchun. Esdalik bo'lib qoladi, xudo xolasa. Mana hali suhbatlashib o'tirganlarimizni alohida video qilamiz o'zimiz uchun. Mana juda ham chiroyli bo'lyapti sayohatimiz, xudo xolasa. Ikkita qo'shni. Bu ikkovi qo'shni. Mainzda ham birga yashashardi, hozir Vizbanda ham birga. Ajoyib tabiat qo'yini, mana kemachalar suzib yuribdi. O'rdaklar, qushlar sayrashi, havo ham juda chiroyli bo'lyapti. Bulutli bo'lsa ham, lekin bir issiq, iliq, sovuq emas, juda ham tanga yoqadigan havo. Daryoning uyida mana kemping bor ekan. Mana bilan gapga kirmaydi. Mana 4 ta velosiped bor desak ham, mana City Bike olib kelishyapti. Malladdes. Mana shu bola bizni ustda mana yo'l chizar bu. Mana shu yo'llarni rejalashtirgan mana. Qolib ketganlarni orqadan yig'ishtirib, oldiga o'tib yo'lni ko'rsatib, xullas kalom boshlab boryapti. Yigitlarni mana oxirgisini oldik. Mana endi sekin orqadan boramiz. Tezda yuringlardir. Oldindagilar 1,5-2 kilometr oldinda bo'lsa kerak. Mana bola nimaga tushib oldi? Mana City Bike'da negativ tomonlardan, ya'ni salbiy tomonlardan mana skorni bemalol almashtira olmaydi-da. O'shaning uchun mana 35-kilometrgacha qatmasdan kelindi. Juda ham chiroyli. Uka nima bo'ldi? Velosipedga chizachyapti.